Uchta o'zbek hech kim qilmagan ish qilish uchun ayiqlar makoniga ketyapmiz, qaranglar. Hozir bu akaxon bizga ayiqlarni ko'rsatdi, video. Ko'rasizlar? Video mana akaxon ko'rsatdi bizga. Hozir biz bu yoqqa qarab chiqib ketyapmiz, tog'ga, ya'ni tog'ning uchiga qarab chiqib ketyapmiz. Hech kim yo'q u yerda. Hech kim chiqmagan. Adlan, bratan, iman chiqib ketyapmiz. Bu aytayapti, hozir bratan aytayapti, bizga juda ham xavfli o'ylayapti. O'lib ketishinglar mumkin deyapti. 90% o'lib ketishinglar mumkin deyapti. Lekin biz buni sinab ko'rmoqchimiz. O'zingizlar fikringlarni kommentda qoldiringlar. Agar biz qaytib tushmaydigan bo'lsak, biz eng zo'ri bo'lib qolamiz. Agar qaytib tushadigan bo'lsak ham eng zo'ri bo'lib qolamiz. What you think, brother? You are crazy guys. There is a very dangerous, yeah, you say. Upstairs is very dangerous. This national park, this grizzly park, and you must be careful in this place. Yeah, ehtiyot bo'lishinglar kerak deyapti. What you think about us, you know? You Yeah. are crazy. Thank you so much. Hozir biz o'sha yoqqa chiqamiz, mana sumkalarimizni olyapmiz, o'zimiz bilan ozgina ovqat olyapmiz. Duoda bo'lib turinglar. Biz O'zbekistonda nomer 1 bo'lish uchun, o'zimizni mentalni kuchaytirish uchun o'sha yoqqa ketyapmiz. Biz sizlarga chiqqanda ko'rsatamiz. Let's go.